Sendan bağım bolam. Yo'q, ketishga boradi. Katta ho'kizday bola mana qilayotgan ishini qara. Yo'q, boshqa uyga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti, mana Spark ham olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsa ushasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam, Ya alla ya fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim savet ya ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yetmaydimi ovozga? Qandadan? Dada, bu yoqqa keng o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi esa qaradalik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati picheniasini yeyapman. Ana trentak pichenami? Onamning qo'lida eshitgandi. Zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga endi bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emasda. Mana, sen sut ichgin bola. Yig'ishtiring ximika sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana yerda onasini emasdan chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar.